Bo'ldi boshliq. Men hozir chetga chiqmasam, bo'ldi. 5 minut qisqa chiqib beray. Assalomu alaykum. Voy, qana olinglar adashib, bormisizlar, ey? Bak o'zingchi. Qanday yaxshimi? Bormi, og'illar, o'tiringlar. Voy, nim bo'lding, Yana aslab qolsan-ku, ha? Ishg'ollarimi katika? Ha, chaqirib qolsin. Nimaga chaqirgan adash? Bir ishlab qo'ygan oshmabsan. Qanday ishing o'z qilyapmiz adash. Mana ishg'ollarning tazlaydigan oshmasin, taqirib gul chiqirib etmas. Qancha bunda o'tirib qolsang, taqildan adam lazım-ku ya. Ha? Degan chaqchaq qilmay o'tiradi. Adash, menda bir oldimiz chiqdigan adamim yo'q-ku. Menda bir kelgan mehmonlarni boshlaydigan, ustab qas choy qo'ydigan, qisqa yopkilni kiyib, qasmib qandashdan o'z chiqdigan bir katib lazımmi ya? Lazım bo'lsa davadash qo'ymiz ko'ksimizda qanday dedam gap qilasanmi? To'yg'izib atmanglar, deganda ag'ina. İdarenge başlıkanmam diye. Ha? Aladik, şu idarani uchun boshqa beram ekanda chaqa qana qopti. Oy bolili. Bo'ldi. Bol chaqchaq deya qo'yib ag'inglar o'zimizdan gap kelaylar, nima ish qilasizlar? Vay nemiz qildik shu shanba dam oldik. Boshqa vaqtda bika. Yani şu bika olamdiq tanglar. Menmo maqsadga chiqqan yoqi aldirashchilikni uchunlarni izlab bo'lamiz deb ag'inglar. Shunga biga vaqtdan ichida vaqt chiqarib sizlarni izlashga maqsad. Bir organ o'qishgan. Ashak vaqt imkon berib o'rilishib kelsa degan qanaqa qaraysiz? Nani chiqqandan iniq bir gap bo'lmam sen. Bo'ldi qila. Biz imtihon bermdikmi? Ha? Oldin qata imtihon berganda senmi borgu? Yunus Xappa. Kira. Ha, yaxshimsiz? Yaxshi. Siz naqsh ayta olamsiz? Yo. Ha, unda qaytib turing. Aka. Qapamay, nomeringizni bering. Qanday qilsiz? Ben naqshini yaxshi aytolmagan bilan dadam karamat aytadigan odamlarga nomerini so'rab kelsan ayrim aytib beray degan qanaqa qilar? Qaytib turing. Keyingisi. Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom sizga. Ha, siz naqsh ayta olamsiz? Men aytman. Ha, ayting anglab. Qarasam turinanda bala sansa kuadikiye buna sansa kuadikiye buna. Siz asli yaxshi aytmoqchisiz topka. Ko'p tirishdan rahmat. Qaytib turing. Aka, men uni bir sala olayman, usul o'ynay olaman, talentim bor. Ha, qaytib turing. Keyingisi. Yaxshimisiz aka? Ha, yaxshimisiz uka. Siz naqsh ayta olamsiz? Ha. Ha, ayting bir anglab baqilay. Voy ibadi deydi, yandi deydi, mening yarimni. Voy egizdan ashti deydi, bu yitalimni. Ayaray bu yitalimni, örgülmen bu yitalimni. Et oldu. Siz yaman emas aytilgansiz uka. Rahmat aka. Lekin bu xizmatchi xodim qabul qilishi yolg'iz mening ishim emas tanga. Shu. Men ustimdagi rahbariy kollektiv bilan muzokaralashib, keyin sizni xabar qilaman, ha? Qaytib turing. Ma'qul. Aras uka. Ha? Keyingilarga deb qo'ying. Naqsh aytishni bilmaydiganlar qaysi? Ha, ma'qul. İmtihan berdik, hech xabari yo'q. Ya g'illa, bu degan birinchi qitimliq-ku, ha? Nimga mayusizlar? Balkim ular bizdan yaxshi naqsh aytilganlarni olganda shu. Voy, bildiqlar, yak sendek bayning gachni bilan olganda yana. Shu. Ya adash, hamma narsa ash pul, huquq taqolamsa, ash pul, huquq tayinib kirganlarmichu, 2 kun ket. Bu kit bordi-ku. Ha. Kepanglarcha, men ma xizmatga dadamning puli huquq tayinib erishmanda ag'illa. Shundoqmi? Ben ma xizmatni chaqira. Ishga beshimni ko'tarmay, o'zim mustaqil o'rganib olganjima. Qandaqda bo'lgan sizlarni bu yey zerikib qilib, meni bundoq so'kapasin deb chaqamida ma'qillar. Xizmat depasa men qo'sqiga ishlamdi ekansiz, uchun nima debdan? Ha, bol qaqshim qiladash. Bo'ldi. Bu ishonchlik emasmi? Men hukumat imtihonlarida o'tishamagan ekan. Yaqin taqandan bir jiroq chiqqan bir shirkat tashqan. O'sha berib ishlay olamsizlar? Maash nechikan? 3500 koydan 4000 koygacha deydi.
İşte kalırsa zaman pırp koyma. Yunus. Biz bir tuman bir şirketde ishlab baktık Ha, ishlab Qani kiringlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, qani o'tiringlar. Men gapni negizli qildigan odam tutildirim. Shirkitimizning asosiy maqsadi bu Shinjang ichidagi butun shu ushaq to'y tadilgan botkalarni o'zimiz qo'shib olib, cho'ng ko'lamlashgan shirkat qilib qurib chiqish. Endi hozircha sizlarni iqtisodiy kirim bilan ta'minlamasanglarmi? Chuqum shu uchur bilan ta'minlashinglar kerak. Yaxshi ishlab bersanglar, har biringlarning mashina shu 10 mingdan biri yetaman. Lekin shuni eskartib qo'yay. Shirkitimga kirish bor, chiqish yo'q. Kirib chiqayotgan odamni men pushaymon qilib yetaman. Başlasanglar. Sen kire. Voy sen kire. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ama bizden şirketten tercüme aldık. Bizden bu ekilişki asas məhsumuz qaranqa. Ha, bo'ldi, tushundim. Ha, mening qulamdimi? Bir 35 dan 40 yaqin adimim bor. Men bu mushta shirkat echib olgan. Endi navbat xalab qolsanglar, ash mening shirkatim kep ishlasanlar, yaxshi bo'ldi. Yaxshi. Ma'qul. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Qanday ahvolingiz? Kep qopsizlar? Yaxshi edi. Ma bizning shirkatning qisqa tarjimali. Tushundirib beringlar, anglab boqay. Mushundaq ishmi? Men maqsadlarni aniq tushundim qaranglar. Sizlar bu restoranlar, to'y bo'ldiganlarning tizimligini menga bering demoqchimi? Shu. Bak yaxshi o'ylabsizlar. To'lim yaxshi o'ylabsizlar. Lekin shu qaranglar, bu ham sizlarga bagil olmaydi. Bu degan bag'u soni maqbiyatga. Bu sizlarga bersam qanday bo'ldi? Tuz kuzatib bermay, chiqishgan chiqadi. O'sh, qanday degan gap bu? Shirkatni ishlab baxtoq. Shu shirkat degan mushta bo'ldi-ku adash. Ya gilla. Muşanda capa çekip işligin Allah'a ilk 10 mümkün begende. Badi. 1000 qo'y. Ma qamlaşmatma o. Ya beremen ki bəsim mamdı deyme. Ya beremen qanimiz kaçta yuqay şirket eşim neymiş? Bari shu. Ya boşroq vaqranglar. Tak ilishtiratdimmi? Xapolmanglar. Ya adaş. Bu bəmidi de mında birkaç sağla qamlaşmaydı. Bombanıma qo'saqni beqish uchun ama vaqt ishlab turish kerak. Bo'ldi qila. Men vaqt ishlab baqqan. Recep 15 minut ketishdan bir kilik shaqam tutuldi. Recep axlat dikab kerak yo'q, bola. Ha, topshirib Voy oldim. nima salta? Hamma. Oldiga chiqa. Ha, topshirib oldim. Aka sizga? Bormaydi hech kuni bormay. Qonaqdimmi? Ya uska ya biz staka qahva etib Qapala mashinasini eshakni so'zabga. Mana ishki talqonaqa aka yenchi. Dandan. Tuxum termaldan ishki. Jami 28 so'm bo'pti. Aka sizga? Ham bo'lmishkina. Bo'lkidimmi? Ham bor. Aka bizmi shuni bo'lka deymiz. Men qayshafkam. Ana ham bor deymiz. Bo'lki degan mandavulda. Mana aka Nasıl 32 oldu? so'm bo'pti. 32 so'm. Mana. Ya itmadigan kep pasang manda baştan saq tutmaz iş kizgesen beresen. Qaysi? Naja. Frida so'shqal qo'ychi ishim to'xtildi. Kaladak bir oy ishlab, vaqtli ishlaydi oyag maoshimiz tutqizib qo'yib menib chiqdik. Men toma uchunlarni bu bekal jurotsa. Ya sizlarni bu kimgan kuninglar qammatdi juma ag'ila. Uni qilsanglarmi, bo'lmasa, buni qilsanglarmi, bo'lmasa. Qat'iy bo'lmasa bekal jurgandan kichikroq bir kichik tijorat qilib boqamsizlar ya. Voy bo'ldi qila, Yunus sanmiza. Yeni bo'ldi qila deysan adash. Bo'ldi qilib qolgan kunimiz mushuda. Bir tirish baqili adash. Ma kichikni yaratmaysa, danliq bilgachisini cho'ng ishlarni gazir setishni boshlagan. Bek untiroq kelsa, jumlo to'xta, bek untiroq kelsa. Men hammasi kichikdan boshlayman deb rishol sotdim-ku. Rishol ilvallar risholar o'zimiz yozgan bir qas pushko, ikki qas pashko, yallak o'zimiz. Aka rishol olamsiz, azam, pushko. Mana dastlab qilgan o'xshayman. Mana aka risholingiz. Voy, ammamsiz? To'g'ri, bo'pti. Rishol ilvallar risholar o'zimiz yozgan. Rishol olamsiz aka? Ay bu gejmikda ha? Voy, yo'q aka, bu gejni qachib-qachlab sotmoq tetibqa. Ay inşallah ya va. Ha, shu risholar. Men qalin afkam. Mani inşaat demeyna inşalsız yamadım aqma uni. Voy, bu inshol degan xudoga shukr degan gapda. Afkam. Aynda desiniz yama ato, satalısınız setin. Bu satmamsa sarangniki bu. Voy. Qiz yetgan qo'madim. Ya. Kimsamaya bilan satdi ya. Ha, kimdi de? Ha, aka, men o'qib bittagan shu mushuni tanib jinimni boqagan. Yaxshi o'qigansan, xizmat ishlatdan aypang. Aka, men yaxshi o'qigan, lekin ana aka. Ma qo'lni qo'ydi. Qo'ms jamiyat tarafdan qalaymi qalash deb 15 so'raydi. Aka, tas qoldim men 15 ga yot qilay.
Ağaylar. Ben küçük kişilerime akmagan iken. Küçükler vahime karşı çoğarak bir ışık tutuş kılmam sizler. Pul yok. Pul yok sen yok bulayıverdi adaş. Ma küçükler Ali mektepte menin de yaxşı okugan. Banka kıvasanlar üsümsüz karıcıydı. İşte anmam sizler. Yunus, bizden sendek baydadımız yok yine özümüz karıcını töylep birdiğanga. Kaçallık karısı dadang değer veremse. Ma tapka paydan bat karşılamayın müşkülse adaş. Önümü gök kımısam, ödeyek memlelik giriş olsan go. Memlisinin şanını jügrep gelip, ben hizmet etmede pütün isp yalanıgan deme, cenanı bakın. Cinan bakamayakka ne besan bana adaş. Sana suik çıkıklar. Mankırama. Ya bak. Ya adaş ya meni kınım yaman buldum. Ben etken uçuna hizmeti bireyler. Anma ya. Ay kapım Ya bana. hem de sizler için bu adaş. Ben yaxşısın. Kapım bana da cırrım. Ben. Ha? Boşluk. Boşluk. Bana ki. Oldu. Ha, na. Dik gidelim. Boşluk. O biraz gerek olsa. Buldu. Makul. Başlayacaksın fakta. Ciddi bir iş var ki. Ben çıkayım ya. Ha çıkıyor adaş. Sen çağırız. Uykunu uflap yüreğe bak. Aç çıkır yine. Ma işkanda vakti sırap kılmayı ögürüp uflamam da. Ayva. Yeni şu uxlaştın gibi ma. Bir obda yol köksmen kim? Neyini bakılı adaş? Ben Yunus'lu kılıp sana tutlam dem. Ay ne meşkisen kılı ögürüp uflamam da. Kapım bana. Bunun mücazı işte işte karanlar. Adaş ma bir obda yol deppegen ki kıpaksa kummandı deyme. Paçanın kıpakılı. dışına yürümez. Makul. Ma'nın idiste ötküzalı maaşlı kıpakılı adaş. Makul. Onun sigma aldığa kızvalı ataz ma pulun olmuş beğenmeyi mi dedi Ha karama? makul anı ediyor Ben kızlar var. tusaysız bir kapım bana adaş.